Hammaga assalomu alaykum. Men bugun sizlarni teatrimiz ozgina tarixi bilan tanishtirib o'taman. Bu bizni teatrimizni tarixiy kichkinagina muzeychasining boshlanishi. O o'tirgan bolakay teatrimizni основательный yoshligidagi rasmi. Mana bu inson Isak Romanovich Sankt-Peterburg shahridagi teatr bufni основатель hisoblanadi. Uni hayot yo'llari to'g'risidagi istoriyalar Bunnisi bu xonada, biz bu xonaga hozir bu oynada ham bor bu xonada. To'xtalib o'tmaymiz unga, chunki ko'p. Bu yerda mana spektakllar, aktrisalar, birinchi teatr tashkil topgandan beri o'ynagan aktyorlar. Bu bizni eski teatrimizni eski zdaniyasi. Bu rasmdagi qizaloq Aliftina Habibovna hozirda teatrimizni direktori bo'ladi. Bu charxpalakda bari aktyorlarning rasmlari. Endi bular qaysi yili bitirib ishga kirganlar. 17-yil, bunda 23-yil, bunda 21-yil. Ko'rsatilgan. Bu yerda ham bari aktyorlar. Bu yerda ham, bu yerda mana Murod Sultonniyozov Ezop spektaklida bosh rol qahramoni ijrochisi. Bu joyda mana yana bizim muzeyimizni o'yinchoqlari desa ham bo'laveradi. Yana bilmadim nima deb atashdi. Bugungi zadaniyamiz mana bu sharlarda, troslar bilan narsa ishimiz kerak, shar bilan parvozda. Ish jarayonini bugun videoga ololmayman. Chunki bugungi ishimiz opasniy, shuning uchun videoga olmayman.